Mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida muntazam ravishda turli sport musobaqalari tashkil etib kelinmoqda. Termiz shahrida yoshlar uchun tashkil etilgan viloyat prokurori kubogini ham ana shunday tadbirlar sirasiga kiritish mumkin. Jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda iqtidorli sportchilarni aniqlash maqsadida Termiz shahridagi zamonaviy va barcha qulayliklarga ega bo'lgan kurash majmuasida sport kurashlari bo'yicha Surxondaryo viloyati prokurori kubogi bo'lib o'tdi. Prokuratura tomonidan sport kurashlariga e'tibor juda kuchli bo'lib, musobaqalarda natijalar juda yuqori bo'lib o'tmoqda. Biz bundan juda mamnunmiz. Bu musobaqamizni maqsadi viloyatda sport kurashlarini yana ham ommalashtirish va seleksiya vazifasini bajarib beradi. Yurtimizda yil sayin sport musobaqalariga qiziquvchilar soni ortib borayotgani quvonarli holdir. Mazkur bellashuvda ham viloyatning barcha tuman va shaharlardan 300 nafarga yaqin yosh sportchi o'g'il-qizlar ishtirok etishdi. Ular orasida ilk bor ushbu musobaqada ishtirok etayotgan yuksak umid bag'ishlovchi yoshlar ham bor. Bellashuvlar erkin kurash, ayollar kurashi va yunon-rum kurashi yo'nalishlarida tashkil etildi. Har bir ishtirokchi o'z vazn toifasida g'oliblik uchun bor mahorat va irodasini namoyon etdi. Qizg'in va murosasiz kechgan final bahslarda eng kuchli tayyorgarligi baland sportchilar g'alaba qozonishdi. Bosh prokurorimizning topshiriqlariga ko'ra, kichik o'smirlar o'rtasida Surxondaryo viloyat prokurorining kubogi o'tkazilyapti. Ushbu sport musobaqasini tashkillashtirishimizning asosiy maqsadi ana yoshlarimizni, o'smirlarimizni rag'batlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash, kelgusida bo'ladigan jahon chempionatlarida, Osiyo chempionatlarida, olimpiada musobaqalarida ishtirok etadigan yoshlarni saralab olish maqsadimiz. Musobaqa yakunida tantanali taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda g'olib va sovrindorlarga Surxondaryo viloyati prokuraturasi hamda sport tashkilotlari vakillari tomonidan diplom, medal va esdalik sovg'alar topshirildi. Bunga prokuror kubogida birinchi o'rinda oldim. Undan keyingi rejalarim Osiyo chempioni bo'lib, keyingi musobaqalarda birinchi o'rinda olish yana. Bu kabi musobaqalar yoshlarni sportga jalb etish, ularda vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash hamda sog'lom avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.